qizlarini beryapgan erkaklar ertaga mana shu qizlar haqida sizlar so'ralasizlar Alloh taolodan. Allohdan qo'rqinglar, agar qizlaringiz mu'mina, muslima, 5 mahal namozini o'qiydigan, ibodatli qiz bo'ladigan bo'lsa, mana bunaqa najosatlarga, johillarga bermanglar qizinglarni. Vallohi ertaga sizlar so'ralasharlar shu qizlar haqida Allohdan. Auzu billah, mana bu narsani ko'rib shunaqa asabim buzilib ketdi. Mana bu ayollar qilayotgan ishini qaranglar-da. Auzu billah, mana bu narsani ko'rib shunaqa asabim buzilib ketdi. Mana bu ayollar qilayotgan ishini qaranglar-da. Bu kelin salom qilayotgan kelinga boshingni yana ham eg deyapti. Ruku qil, hattoki sajda qilib deyapti-da. Auzu billah, bu najosatlar Alloh taoloni tanimaydi. Bularni qalbini, turmushini shuni riyo shuni o'rab olgan. Butkul umumiy o'rab olganda. Robbini tanimaydi, dinini nimaligini ham bilmaydi, o'zi kimligini ham bilmaydi, nimaga tug'ildi, nimaga yashayapti, qayga qarab ketyapti, farqi yo'q. Aylansa haligi chaqpalar deydi-ku, xuddi shunaqa. Asabim buzilib ketyapti mana bu narsani ko'rib borku. Endi ba'zi bir hattoki nima desa bo'ladi, imomlar deymizmi, ahli ilmlar deymizmi, bilmayman nima deb atashlikni, kelin salomni butkul yo'q qilishlik joiz emas deyapti. Allohdan qo'rqinglar, ey! Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam hattoki qabrlarni ziyorat qilishlikni taqiqlab qo'ydi Payg'ambar alayhisalom. Nimaga? Chunki shirkka olib boradigan narsalar borligi uchun butkul shunoq kesdi. Umuman mumkin emas bunaqa narsalar dedi. Keyin bir vaqtlar o'tgandan keyin, bir vaqtlar kelib sahobalar e'tiqodini mustahkamlagandan keyin, iymonlari ziyoda bo'lgandan keyin Payg'ambar alayhisalom ana endi qabriston ziyorat qilgani boraveringlar dedi. Allohdan qo'rqmaysizlarmi? Mana bu shirk bo'layotgan narsalarga sizlar ozgina kallasini egib qo'yib kelin salom qilsa bo'ladi demana. Butkul umumiy harom kelin salom qilishlik. Yo'q bunaqa narsa. Qul hatu burhanukum in kuntum sodiqin. Agar mana shu narsaga shariatda ruxsat bor deydigan bo'lsa-na, dalil olib kelinglar, dalil. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam bir hadisga ko'ra, avkama qola Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bilmayman, ahli ilmlar buni zaif deydi, lekin ma'nolari to'g'ri bu, gapning ma'nolari to'g'ri. Agar Alloh subhanahu va taolo insonni insonga sajda qilishlikka buyurganda, shunga agar shariatda joiz o'rni bo'lganda edi, men ayollar eriga sajda qilishlikka buyurgan bo'lardim dedi. Nauzu billah, Allohdan qo'rqinglar. Men yana qaytarib aytaman, qizlarini beryapgan erkaklar ertaga mana shu qizlar haqida sizlar so'ralasizlar Alloh taolodan. Allohdan qo'rqinglar, agar qizlaringiz mu'mina, muslima, 5 mahal namozini o'qiydigan, ibodatli qiz bo'ladigan bo'lsa, mana bunaqa najosatlarga, johillarga bermanglar qizinglarni. Vallohi ertaga sizlar so'ralasharlar shu qizlar haqida Allohdan. Allohu a'lam.